Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Abduqodirov. Ovozim sal g'alati aytib borishi mumkin, chunki sal tob yo'g'ri, betobroq, короче, maza yo'qda. Короче, oxirgi 28 kunda kanalingiz 1532 marta tomosha qilindi. Kamda, даже bir oyda 1K prosmotr urayapti. Darslar hammasi normalga chiqyapti. Kursda ham bunaqa o't bermaydi, kursda ham даже content. Короче, yozmani qaranglar, content ko'taydi. Auditoriya. Bu musorda mana qaranglar, mana statistika mana uchish kerak-da, statistika hammasi mana tepada turishi kerak, hammasi mana tepalarga chiqib ketishi kerak-da. YouTube rekomendatsiyasini buzib olish kerak deb o'ylagandim, lekin unaqa bo'lmadi. Давайте bo'lmasa bugungi darsni boshlaymiz. Obuna, like. Shu unaqa pul kerak emas. Obuna просто like. Короче, hozir nechtamiz? Nechta obunachi hozir? Короче, 45 ta obunachi. Давайте bir 1K bo'lsak, Telegram akkaunt buzadigan hacking, Telegram hacking, phishing botni qanday yasashni o'rgataman. Gaz, let's go. Bugungi darsimiz unchalik qiyin emas. OL, UI shunaqa narsalar. Keyin sayla. Ko'rishga kiramiz. İşlemem. Lesson 03. Üçüncü ders. Sayla kurmamı öğretti. Ne açılmayapti bu harom. Harom qo'lyapti. Dadisk sekin ishlaydi. Aytganman, dadisk просто sekin ishlaydi. Sunus disk qattiq SSD. So'ngra indeks ishlamadi. Okey, bugungi o'tadigan darslarimiz shu block element bilan align element tanishamiz. Undagi UL, OL shular bilan tanishib chiqamiz. Let's go. Birinchi bo'lib, короче, shu tekshirib olamiz. Вообще hello world ham open uzlar server. Tezroq, be faster Zaynab. Okey, ishlayapti. Xullas, OL o'zi nima, UL o'zi nima? Hozir tushunamiz. Birinchi UL tagi, короче, shu OL bilan Eli otasi hisoblanadi. Ya'ni dadasi. OL bilan UL otasi, OL bilan Eli otasi, dadasi UL hisoblanadi. Короче, nima farqi bor? UL bilan Eli nima farqi bor? Deydigan bo'lsak, короче, ko'proq buni number yasash ishlatiladi. OL nima bu? Короче, OLda unorder. Короче, OL, короче, hozir solchu Control S Alt B. Okay. Yok, bu bilmez. Abduqodirov. Niye ne açalım? Shotpick.
Okay, endi Eli. Boshqa yo'lovchi yozaylik. Yangi yo'l kiritamiz. Eli Abduqodirov. Dilshodbek. Okay, mana yo'l va Eli farqi bittasi order qilib beradi, bittasi unorder. Ya'ni bittasi haligi narsa, короче, tartiblab beradi, bittasi tartibsiz. Qanaqa tushuntirsam ekan yana. Okay. Yo'q, hozir qarasin. Yo'q, mana qayerda adashmasam. Ha, bo'ldi. Adashib ketdim. Короче, boshda aytgan gapimni unutdinglar. Aytdimku, mazam yo'q, adashib ketyapman. Короче, Yuel bilan Oyal alohida bo'ladi. Ular farzandi Eli bitta. Короче, ikkita ota, bitta farzand. Bittasi ona, bittasi ota, bittasi farzand deb narsa qilsa ham bo'ladi. Endi ikkita ota, bitta farzand. G'alati bo'ladi. Короче, Oyalning ichiga Eli. Ya'ni nima, misol uchun manti, osh, somsa, shashlik. Короче, mana 1 2 3 4, ya'ni bu tartibli. Tartiblab beradi Oyal matn tartiblab beradi. Yuel esa betartib, unorder. Bu orderly, bu unorderly. Короче, hozir nima, короче, men o'shanda komment yozib qo'yamiz. Bu unorder list, order list. Короче, mana bu короче shu Oyal tartiblab beradi. Mana 1da osh, 2da 1da mant, 2da osh, 3da somsa, 4da shashlik. O'rnida bo'lsa oddiga nuqta qo'yib beradi xolos. Okay, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi tagimiz sizlar bilan o'rganadigan keyingi tagimiz blok bilan inline element. Qaysi bir blok, qaysi bir inline bilish kerak har bir dasturchi. P paragraf. Okay. Keyingisi span. Короче, voy Zaynab, format document qaysi ekan? Format document Shift Alt F. Shift Alt F. Ha, bo'ldi. Okay. Endi kodni saqlayman, bu yoqqa o'taman. Aytganimda keyingi darsda tushuntiraman deyilganda. Mana ustiga olib borsak, tepadagi mana P blok element, ya'ni bitta o'zini qotorini все bloklayapti bu. Polni bloklayapti hozir. Tushunarli bo'lishi uchun. Polni bloklayapti. Spanni tagidan yana bitta tag yozsam, yoniga chiqyapti, yoniga. Spanni o'zi, lekin bu paragraf, короче, P tagi polni bir qator blok qilyapti. Tushunarlimi? Polni bitta tomoni blok. Paragraf bo'lsa, короче, span bo'lsa, span o'ziga tegishli joyga olyapti-da, bu otasidan ko'proq narsa olyapti-da. Ammo body, короче, hamma narsani olyapti-da bu. Hamma meros o'ziga olyapti bu P. Bo'lmasa o'ziga tegishasini, unday ozginasini olyapti xolos. Ya'ni o'shanda menga yana bitta komment yozamiz. Xo'sh. Bu block element bu bo'lsa in element.
tushunarli a. P block element, span inline element. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Okay, keyingisi bitta ijodiy solamiz, pastga tushamiz. Keyingi tegimiz короче o'sha image audiolar bor-ku. Bu safar o'sha image keyingisi короче bitta endi bilasiz o'sha короче qanaqa rasmlar bor. Pictures no. Let's go down. David Goggins. Okay. David Goggins rasmini olib keldim. Okay, nuqta slash bilan chaqiramiz. David Goggins. Style'ga vizini короче necha bersam bo'ladi? Viza bir 200 bo'lsin. 200 bo'lsin. Yo'q, bunaqa style shart emas. Vizini 200 qilinadi. Height'ini ham 200 piksel qilamiz. Okay. Ne mana chiqarib berdi. Endi bu kecha mavzuda o'tilgan bu image'dagi, endi bugungi sizlar bilan ko'rib chiqadigan tegimiz. Yo buni batafsil tushuntirgan emas kerak. Короче, alt bo'lsa rasmda momo bo'lsa chiqadi. Rasmda momo bo'lsa chiqadi. Okay. Keyingisi audio tagi qo'shiq narsa qilib berdi. Короче, qo'shiq tinglab narsa qilib berdi. Bor qo'shiqlarni yoki bir bitta qo'shiq saqlayt qilish kerak. Bitta qo'shig'im yo'q ekan qizig'i. Hozir telefonimda olaman. Telefonimda qo'shiq bor. Sekund. Sekund shunday rasm o'tkazayapman. Rasmni emas, Zaynab. Naxuy. Uzr. Men qo'tyapti bu. What is that? Xarobxo'r zaryadka ham qo'lyapti. O'shanga qo'tyapti. Bilaman-ku, men buni tilini tushunaman. Bu xarobxo'r zaryadka ham qo'tyapti. Itib. Oradan yillar o'tdi. Zaynab ba'zi bir shuni ChatGPTdan kodni ko'chirib qo'yadiganlar, narsasiz Zaynab setup'i вообще g'aroyib bo'ladi. RTX video kartalar bo'ladi. Mayli. 0 da o'zi kod yozadiganlarniki oddiy shu Acer ham normallilari bor. Acer'da ham normallilari bor, uni baribir vibe bermaydi. Okay, qaytamiz. Shuni ChatGPTdan ko'chirib qo'yadiganlarniki o'sha aytganimdaqa biznes bo'l. Alarm. Audio books, pictures, music. Telegram. Aurora'nikilar kelamiz. Aurora qani Zaynab? Aurora mana shu cho'tka qo'shig'i bor edi. Picture Lana Del Rey, Natali,
Aurora'ning muzika mana Aurora Runway. Nechcha sizlarda qo'shiq bo'lsa unaqa telefondan o'tkazish shart emas. Aurora Runway o'tkazsimi? Zaynab bo'ldi. Короче, audio tagga va nihoyat qo'shiq olib keldi Aurora Runway. Meni aybim bu, tayyor kelishim kerak edi, qo'shiqlarim bo'lishi kerak edi. Uzr. Okay. Next. Audio tagi nima? Audio tagi короче shu qo'shig'i короче mayda aksiyatlar beradi-da. İyi. Ha bo'ldi. Mayga короче qo'yish kerak. Ha, mana endi chiqdi. Bitta ishtani qo'shig'i, bitta ishtani. Mazza qildilar bittaman narsa aytamiz. Короче, nima control qo'ysam chiqmaydi, o'zi control boshqaruv degani, control hisoblashsam control hisoblashsam chiqmaydi. Qaytaraman control. Menda control qilish chiqdi. Ovozni ko'tarsam bo'ladi, pasaytirsam bo'ladi. Mayda speedlarni saqsam bo'ladi. Okay, tushunarli a? Controlsdan boshqa control space'ga hammasi chiqib keladi. XK degani bor ekan. Yo, XK emas. Yo, короче, men controls bilan qolganda o'zinglar sinab ko'rishinglar yo'q qolganda ko'p bunaqalar. Okay, audio tagi ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi tagimiz, keyingisi video tagi, короче, bitta video olib kelish kerak. Videoni ham telefondan olamiz. Pictures. Video qani Zaynab. Sektor saras movies. Qanaqa video ekan? Ko'rib olishim kerak qanaqa videoligini. Farqi yo'q. Qo'yamiz. Telegram. Harom telefon ruxsat bermayapti hali kerak. Qanaqa 4 megabaytni olaylik. Zaynab. Telegramdan olamiz.
Tafal. Uzr lekin men shunday hamma narsani tayyorlab tashlamayman. O'zi olishga e'tibor bermaymiz. Siz olishga bilmayman men kim u. Mana olamiz videoni короче. Videoga saqlaymiz. Race code'ga bayk qilamiz. Push qila videoga o'tamiz. Kelamiz. Nokta slash. Короче, men rename uzunib ketganmishimda rename qilib video yozsa bo'ladi. Boshlab slash videoni olib kelamiz buyoqqa. Keyin buni vizini to'g'irlash kerak. Vizini короче bunigini ham 300 beramiz bunga. 300 piksel. Bunikini ham control berib qo'yamiz. Control. Ben video ham chiqdi. Bitta video ko'ring. Bunaqa narsalarga chalg'imaslik kerak. Bunaqa narsalar chalg'imaslik kerak. Bunaqa narsalar chalg'imaslik kerak. Короче, bosish kerak o'qishni. Control stoplasam chiqdi mayli. Bu video control qilib bo'lmaydi. Boshqarsa bo'lmaydi. Control qo'yamiz. Tamom, chiqdi. Video degan tushunarli. Endi asosiy ishimiz iframe. Iframe. What is iframe? Iframe короче naqa deydi bu. Menga link olib kelsa, linkni bag'da o'qib beradi-da. Shuning uchun qanaqa link olib kelish uchun xarita. Xarita olib kel. Okay. Xarita olib kelaylik-da, xarita. Xarita. Mapga kiraylik. Короче, men lokatsiya mayda link olish kerak. Buni joyi kerak, Oqtosh mafia binosi. Короче, mana shu link kerak-da. Link. Qoldim. Nega qo'ydim? Saylab qiladi bitkiga. Birinchi qo'ydim va linkni. Endi buni ham narsalari bor. O'zini kodlari bor, alohida buni yuzini 600 qilib. Zaynab siz ko'rib qo'yinganda. Buni yuzini 600 piksel qilamiz. Heightini bir 450 piksel versak yetib ortadi. Ki style ochamiz. Borderi dan o'sha borderi o'shandan ketaylik, короче. Keyin yana qanaqa tagi bor? Qanaqa kodi bor bu? Hello full screen loading. Loading bo'ladi mana endi. Keyin loading bo'ladi, короче, teng bo'ladi, bunday bo'ladi. Lazy. Hozir adashib ketdim. Короче, hello full screen. Undan keyin bo'ladi teng. Loading ochiladi. Bunday qiladi. Lazy qiladi. Keyin
voy Zaynab. Keyin refer policy bo'ladi. Keyin buniki ham no refer bo'ladi. When bor yo'q olma. Короче, hozir ukam kirib qoldi Zaynab. Down grade bo'ladi. Adashmasam shunaqa Zaynab bo'lib ketdi o'zi bor-ku. Downgrade. What is it? Qanaqa xato bo'ldi bunda endi? Hammasi to'g'ri-ku. Basharasiga so'saydi. Allah for screen loading. Короче, mashina qilaylik. Boshim og'riyapti to'g'risi. Lekin o'ta to'g'rilama hozir to'g'rilashim mumkin. Boshim yorilib ketadi deyapti, dars o'tyapti. Boshim yorilib ketadi deyapti. O'shanga uncha narsa bo'lmayapti. Короче, qanaqa xato? Import your origin didn't work. Zaynab, mana uni topolmabdi link topolmabdi xolos. No, hammasi to'g'ri. Hammasi to'g'ri yozilgan ekan, link topolmabdi. Google Maps platform reject accused. Bu Zaynab. Voy, haromma. Bo'ldi. Короче, men o'tamiz, ulashib bosamiz, eshitmaydi ko'dimi? Shuni nusxalaymiz, bo'ldi. Aytdim, mashina kelganda qanaqadir bunday sal yurak g'alatiroq bo'ldi, baqa o'shancha kodni yozayotganimga. Mayda bunday o'tamiz. Tamom. Mana, короче, xarita mashina turibdi. Короче, bunday qilindi. Ulashib bosib HTML kodi iframe. Okay? Iframe'niki xohlagancha ichidagi narsani o'zgartirsa bo'lmaydi. Xato bu. Keyingisi endi YouTube'ga kiramiz. Men to'g'ri yozgan ekanman, просто mayli. Nu ChatGPT to'g'rilash xato. Oddiy HTML kodni ham ChatGPT to'g'rilaydimi? O'l, toshot. Короче, qanaqa video o'tkazga bo'ladi? Короче, let's talk about ulashib bosiladi. HTML kodi nusxolish. Короче, men HTML koddan nusxa oldimda, mana qo'ydim, ha. Nima o'taman? Mana. Let's talk about your boom. Okay. Tushunarli, hammasi tushunarlimi? Hammatik tushunarlimi? No, короче, bitta narsa aytmoqchiman. Qanaqa haligi aytdim-ku, birga bo'lsak Telegram account phishing qiladigan bo'ldi. O'sha aniq beriladi, lekin men darslari, короче, HTML bilan chiqib kelganman-da, HTML hamma kirish HTML bilan bo'ladi-da. Bu dasturchani Google ishlariga HTML bilan boshlagan. Shu HTML cho'tkilab o'rgangandan keyin birga bo'lsak tamom. Bugun birga bo'laymi, ertaga shu Telegram account phishingi videosi chiqadi. Короче, u bot qanaqa ishlaydi desak, Telegram kiramiz. Telegram kiramizda, короче, men YouTube delete account o'rgandida bot, короче, mashina pastda turgan adashmasam botlarim, короче, yo'q ekan. Короче, uni mana qilib bo'lganda, короче, boshqa olmayim, короче, qo'llar ko'p gapiradi. Xullas, bot qanaqa ishlaydi? Botga, короче, start boshlaydi. Start bosgandan keyin
u telefon raqam jo'nating, sizga premium olib beramiz deydi, telefon raqam jo'natadi, или telegramga kod yuboradi. Kod yuborgandan keyin o'sha kodni vaqtda battonlar bilan shunday tersa, o'sha kodni tamom delete account bo'lib yuvib ketadi, telegram account umuman yuvib ketadi. Tushunarlimi? Bля, biznes mazam qochyapti mana. Короче, hammaga rahmat. Bitta shunday like bosib, obuna tirs bosib olinglar. Keyingi darsda давайте nimadirlar qilamiz, xullas keyingi darsda gaplashamiz. Keyingi darsgacha ko'rishguncha hozir to'xtatib qo'yinglar, kirib qo'ying. Lekin o'sha gap bitta bo'lib bitta like. Menga YouTube 1 tiyin to'lamaydi, просто kayfiga. Chunki Stan O'zbekiston-ku. Bitta bo'lib bitta like. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha hammaga xayr.